Yar, yare tuysan ki Asanesi çilavdana Duysan ki Yar, yare tuysan ki Asanesi çilavdana Duysan ki Yar, yare tuysan ki Yığlama kız, yığlama ya Duysan ki Ya, yare duysan ki Asanesi çilavdana Duysan ki Yar, yare duysan ki Asanesi çilavdana Duysan ki Yar, yare Kusakara baklıvri Laro Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz. Biz baxtli bo'lamiz Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrasharmidik? Rayhona hidlarini yo'llarimga sep, ko'tmeni qaroqshomi, ko'ki oy chiqqani. Faqat yig'lamagin gunohim ne deb aybing seni onangga chiroyli tuqqani. Menga bir tabassum hadya et ey yori, nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt senday qiz yana qayda bori, kipriklari uzuni, kokillaridan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Allohning suygan bandalari. Assalomu alaykum payg'ambar Muhammad Rasululloh ummatlari. Aziz do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar. Mana bugun Ahli O'zbegim xonadonining ajoyib to'y tantanasini siz azizlar bilan birgalikda nishonlamoqdamiz. Bugungi kechamizning qirol hamda qirolichalari Otamurodjon hamda Marjonaxonlarning nikoh baxt visol oqshomini siz azizlar bilan birgalikda nishonlamoqdamiz. Mana shu kelin kuyovlarimizga baxt tilaymiz, baxtdan ulkan rivojlar tilaymiz. Aziz do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun kechamizning kulminatsion onlarini siz azizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Aziz do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun kelin hamda kuyovimiz bir-biriga sevgisining ramzi hisoblanmish tillo uzuklarini hamda chiroyli qilib bezatilgan tortlarni siz azizlarning guvohligingiz asosida mana shunday chiroyli marosimni o'tkazamiz. Kuyov bola, yoningizda turgan juft halolingizga o'zingizning sevgingizning ramzi hisoblanmish tillo uzuklarini taqdim aylaysiz. Bugun baxt kechasi, visol kechasi, ko'ngillar uchrashgan diydor kechasi, muhabbat qalblarning xumor kechasi, qutlug'i bo'lsin baxtlari, yangi nikohlari, qutlug'i bo'lsin to'ylari, kelin kuyovlari. Marhamat, kelinimiz iboli xayoli ila yoningizda turgan juft halolingizga metendek barmoqlariga tillo uzuklarni taqdim aylaysiz. Kelin kuyovga siz bir nazar tashlang, ular bir uzukka ko'z qo'ygandek qarang. Do'stlarim, ularni baxtini tilang, qutlug'i bo'lsin baxtlari, yangi nikohlari, qutlug'i bo'lsin to'ylari, kelin kuyovlari. Marhamat, shirinliklarni kesishlaringiz mumkin. Hayotingiz mana shu shirinlik kabi shirin bo'lsin,
o'zingizdan solih va soliha mo'min musulmon farzandlarning ota-onasi bo'lishingizga tilakdoshimiz. Albatta mana shunday kunga yetkazganiga Allohga ming bora shukronalar aytamiz. Baxtingiz butun, rizqingiz ulug' bo'lsin deymiz. Sevuvchi kishingning so'zi belgili. Gap otganda ma'ni so'zi belgili. Sevar sevmasimni bilayin desang, senga o'tirib boqsa ko'zi belgili. Sevgi o'zi 5 harf, 5 qit'ani tuzatar, kimlarnidir yig'latib, kimlargadir baxtlari. Marhamat kuyov bola, yoningizda turgan juft halolingizga shirinliklarni tortiq aylaysiz. Hayotingiz mana shu shirinlik kabi shirin bo'lsin deymiz. Albatta mana shunday chiroyli onlar 2025-yilning 11-noyabr sanasida MX Studios tomonidan tarix sahnasiga zarhar harflar bilan mustahkam bitilmoqda. Marhamat, kelinimiz iboli xayol ila yoningizda turgan juft halolingizga shirinliklarni taqdim aylaysiz. Albatta baxtingiz butun bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, mana shunday kelin hamda kuyovimizni alqomatli kuyov qilgan, mana shunday iboli xayoli ila kelin qilgan volida muhtaramlarimizni davramiz markaziga chorlaymiz. Bugun farzandlarining yonida turib, mana shu farzandlarining qo'llaridan shirinliklarni tortiq aylaydilar. Albatta, onajonlarimiz davramiz markaziga mana shu kelin hamda kuyovimizni yonlariga tashrif aylaysizlar. To'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin yana bir bora. Albatta, onajonlarim, farzandlaringizni baxt kamolni ko'ringizlar deymiz. Mana shu sizlarga kelin emas qiz bo'lsin, sizlarga kuyov emas o'g'il bo'lsin deymiz. Doimo yuzingiz yorug', rizqingiz ulug' bo'lsin deymiz. Marhamat kuyov bola, jentelmenlik holat ila yoningizda turgan onajonlaringizga shirinliklarni taqdim aylaysiz. Ana endi kelinimiz iboli xayoli ila yoningizda turgan onajonlaringizga shirinliklarni taqdim aylaysizlar. To'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz to'y boshlarimizga yana bir bora. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin, mana shu farzandlaringiz orqasida mana shu nabiralar quvonchini onajonlaringiz shukuhli damlarni sursin deymiz. Albatta, bugun unutilmas onlar Otamurodjon hamda Marjonaxonlar hayotida tarix sahnasiga muhrlanmoqda. Tezkor foto studiyalari tomonidan chiroyli suratlar muhrlanmoqda bugun. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Demak, aziz do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, siz azizlarning guvohligingiz asosida bugun o'zbekimni urf-odatlari bo'lganidek, mana shu kelinimizni yuzoshti marosimlarini siz azizlar bilan birgalikda nishonlaymiz, siz azizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Men zo'r hurmat ila davramiz markaziga hamkasbim Qunduzxon opamizni davramiz markaziga chorlaymiz. Mana shunday chiroyli urf-odatlarni siz azizlar bilan birgalikda, siz qorachiqlari qo'shdan porlab turgan aziz insonlar bilan birgalikda chiroyli onlarini nishonlaymiz. To'y boshlarimizga yana bir bora to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, Qudusxon opa chiroyli onlarni, chiroyli shukuhli damlarni siz azizlar bilan birgalikda nishonlash arafasidamiz.
Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun davramizning qirol va qirolichalari bo'lgan kelin kuyovimizga baxtdan taxt tilagan holda hozir yuz ochdi marosimlarini o'tkazar ekanmiz. Oydek yuzi hiloli, tillari bismilloli, shirin shakar kalomli so'zlari dano keldi. U solih farishta har bir ishda sarishta, oqiladur har ishda bu uyga bir nihol keldi. Qaynonamga yoqay deb xizmatlarin qilay deb, qaynotamga yoqay deb xizmatlarin qilay deb, duolarin olay deb bu uyga hayo keldi. Ana endi qarindosh urug'larimiz kelin salomimizni boshlaymiz. San'atkorlar muzika berib turasizlarmi? Başla beyteylik ya bismillah yar yar. Avval başla beyteylik ya bismillah yar yar. Bizni yaratgan Allah sizga salom yar yar. Bizni yaratgan Allah kelin salom yar yar. Tağ taşını gül qilgan, 2 yoshni hur qilgan. Tağ taşını gül qilgan, 2 yoshni hur qilgan. Qabul aylang payg'ambarlar sizga salom yor yor. Qabul aylang payg'ambarlar kelin salom yor yor. Qaynona joni davraga keling. Qaynona joni keling. Obro qozongan, farzand mehriga qongan. Elda obro qozongan, farzand mehriga qongan. Kelin olib quvongan, qaynonasiga salom. Kelin olib quvongan, qaynonasiga salom. Darvozani keng ochgan, dunyo molini sochgan. Darvozani keng ochgan, dunyo molini sochgan. Qabul aylang qaynotasi sizga salom yor yor. Qabul aylang qaynotasi kelin salom yor yor. Qaynotalarni davraga taklif qilamiz. Ariqlardan xatlagan, qonatlaslar taxlagan. Ariqlardan xatlagan, qonatlaslar taxlagan. Qabul aylang ammajonlar sizga salom yor yor. Qabul aylang ammajonlar kelin salom yor yor. Barmog'i kumushdan, hech bo'shamas yumushdan. O'ng barmog'i kumushdan, hech bo'shamas yumushdan. Qabul aylang xolajonlar sizga salom yor yor. Qabul aylang xolajonlar kelin salom yor yor. Qaynopajonlar davraga. Tosh oynaga qaragan, gajjaklarin taragan. Tosh oynaga qaragan, gajjaklarin taragan. Qabul aylang qiz boshchalar
turgan gulday qabul aylang qaynopalar sizga salom yor yor qabul aylang qaynopalar kelin salom yor yor minsa moshin yarashgan yo'lda qizlar qarashgan minsa moshin yarashgan yo'lda qizlar qarashgan qabul aylang qaynokalar sizga salom yor yor qabul aylang qaynokalar kelin salom yor yor beqasam to'n yarashgan kuyovlikni talashgan beqasam to'n yarashgan kuyovlikni talashgan qabul aylang kuyov jo'ralar sizga salom yor yor qabul aylang kuyov jo'ralar kelin salom yor yor baland ayvon tomidan kelin bola nomidan baland ayvon tomidan kelin bola nomidan qabul aylang kuyov bola sizga salom yor yor qabul aylang kuyov bola kelin salom yor yor qo'shnijonlar marhamat pastivordan qaragan to'y qachon deb so'ragan pastivordan qaragan to'y qachon deb so'ragan qabul aylang qo'shnijonlar sizga salom yor yor qabul aylang qo'shnijonlar kelin salom yor yor joy namozi qo'lida makka tilla yo'lida joy namozi qo'lida makka tilla yo'lida qabul aylang buvijonlar sizga salom yor yor qabul aylang buvijonlar kelin salom yor yor odamlaru odamlar bog'da bitgan bodomlar odamlaru odamlar bog'da bitgan bodomlar man qop ketdim demanglar salomim tamom bo'ldi man qop ketdi demanglar salomim tamom bo'ldi kelinimizning opalari marhamat ko'ngillar to'lmoqda nuri iymonga hamisha mushtoqmiz to'yga mehmonga xudoyo qut bergin har xonadonga elimizda yaxshi to'ylar ko'paysin Allohni tanigan bo'lsa har miskin bandaning dardiga bo'ladi malham topganin el bilan ko'rguvchi baham el ichida xotami toylar ko'paysin deya kelinimizga ruxsat berib endi davramizga jajji o'g'lonlarimiz taklif qilib qolamiz. Demak aziz do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, chiroyli urf-odatlarni siz azizlar bilan birgalikda nishonladik. Kelin hamda kuyovimizni bugungi taxt ravollariga chiroyli musiqa sadolari ostida chiqishlariga ruxsat aylaymiz. Demak aziz do'stlar, aziz davramiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi kechamizning shahzodasini davramiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat. To'y bolalik so'ramiz hamma.
bizga sodiq bir farzand bo'lsa deymiz. Marhamat, onajonlari farzandlaringizni barmoqlarini ushlagan holatda shirinliklarni yeyishlaringizga ruxsat aylaymiz. Belida belbog'i mahkam bog'lanib, yorgan yetar ko'ngilli bo'lsin. Har insonning bitta orzusi, har bir yigit o'g'illi bo'lsin. Chopqilasini ketidan qolmay, ota o'g'li g'ururli bo'lsin. Ot qizini to'y bosar mudomi, har bir yigit o'g'illi bo'lsin. O'g'lingizni mahkamolni ko'ring emas. Mana shu farzandingiz tomonidan siz aziz voliday muhtaramlari, qadr buzrukvorlari, inshaalloh mana shu yigitchamiz kattakon yigitlar bo'lib, ota-onasining yuzini yorib turadigan mustaqil O'zbekistonning zabardast al-Bahor yigitlari bo'lishiga tilakdoshimiz. Marhamat, oila a'zolaringiz tomonidan shirinliklarni taqdim aylaysiz. Hayotda mana shu shirinlik kabi shirin bo'lsin deymiz. Mana shu farzandingizni baxtga olib ko'rib, farzandingiz orqali hoji bobolar bo'lishingiz tilakdoshimiz. To'ylar yaxshi kunlar yana bir bora o'zbegi mahliga muborak bo'lsin. Albatta chiroyli onlar, tarix sahnasiga muhrlaydigan onlar siz azizlarning yo'qligingiz asosida bo'lmoqdadir. To'y boshlarimiz yana bir bora to'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Albatta chiroyli onlarni siz azizlar bilan birgalikda nishonlaning. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekimning ajoyib to'y tantanasini siz azizlar bilan birgalikda nishonlaning. Qani endi aziz do'stlar, mana shu xonadon sohibalari siz azizlarni xushnud aylash uchun chiroyli dasturxon yozgan. Mana shu dasturxonimizni barchangizga ochib e'lon qilamiz. Bugun kechamizning asosiy personajlarini sizlarga tanishtirib o'tsam. Bugun sizlar uchun Shovvoz xonanda o'zining Telegram, Instagram, YouTube tarmoqlarida minglab va millionlab podpischka muxlislariga bo'lgan zarqarra jonli ovoz sohibi G'usor o'g'loni Murodjon Asimov sizlar uchun xonishaliklar. Mana shunday chiroyli onlarni tarix sahnasiga muhrlayotgan MX studiosi sizlar uchun xizmatdadir. Barchalaringizga yoqimli ishtahalar tilaymiz. Ilk so'z navbatni ijod qilgan san'atkorlarga beramiz. Muhabbatdan taralsin dunyo. Do'stlar, tinglang ko'ngil ovozini, kuy qo'shiq taralsin olamga ziyo. Siz uchun Murodjon so'zlar sozina. Marhamat. Eylas. Rahmat, to'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Yoshlarimizga baxt tilaymiz, o'zgalar bilan qo'shilsin. Farzandlari ko'p bo'lsin, farzandlari to'ylarda ham shunday xizmat qilish barchamizga nasib bo'lsin. To'y bo'layotgan to'y bolamizdan Muhammadjon katta yigitlar bo'lsin, elimiz yurtimizga sog'lik farzand bo'lsin. Barchaga yoqimli xush kayfiyat tilab qolamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi, marhamat. Yotsnida yar bo'ldi. Voy alam alam yozga yar bo'ldi. Voy alam alam yolgan olam etmasmi? Nidalaşıp gitmez mi? Yarıyan alem gitmez mi? Nidalaşıp gitmez mi? Yengeleri sarıldı. Başını koyma. Leon.
bo'lsa senin mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendayin tilbaroq oshiq u bemor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq kerakmi senga mendayin tilbaroq oshiq u bemor vücudumda durasan gah hasanchiyib qo'yasan qachon sevib to'yasan yuragim ey yuragim ey eshitganda ovozini jalb sevgi sozini shayyaning nozini
senga kerak. Sen xotirlaring gapimni bilmasman, orzuyimdagi tojik sinmasman, yerdan yulduzlarga emasman, umrim senga kerak. Do'stlarim bor, baxtimga ustun, yashayapmiz qalbimiz shod mamnun. Hayotdagi eng chiroyli kuni, eng baxtli kuni albatta bugun. Aziz do'stlarim, aziz do'stlarimiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, mana bugun axloqsizligimni, qaro ko'zligimni ajoyib to'y tantanasini siz qorachilar qo'shdan borlab turgan ahli musulmon insonlar bilan birgalikda nishonlamoqdamiz. Mana shunday to'y tantanani o'z ko'zim bilan ko'ray deya, to'yonani kissasiga solib, belini mahkam bog'lab, o'zim niyat qilgan Kobod Kapti va Damastik yo'lida tashrif yurgan aziz mehmonlarimizni chiroyli tilaklarga, ezgu niyatlar sahifasiga chorlab qolamiz. Men zo'r samimiyat ila Daramiz markaziga mana shu aziz insonlarimizni hurmat qilib kelgan aziz mehmonlarimizni birin-ketin chorlab qolamiz. Zo'r hurmat ila Daramiz markaziga Eshboy akamizni hamda amakilar nomidan, Parda akani hamda Qudalar nomidan, Qilich akamiz hamda O'rin akamizni Daramiz markaziga chorlaymiz. Mana shu aziz insonlarimizdan chiroyli tilaklarni, ezgu niyatlarni, yuragidagi so'zlarni terib guldasta qilib, mana shu xonadon sohibalariga, ushbu xonadon sohibalar orqali ushbu kelin kuyovlarimizga chiroyli tilaklarni bildiradigan umiddamiz. Yuqorida nomlari zikr etilgan aziz mehmonlarimiz Eshboy aka, Parda aka, Qilich aka hamda O'rin akalarimizni Daramiz markaziga chorlab qolamiz. Qo'shiq aytsang yarashadi kuydan keyin. Dono odam uy suradi uydan keyin, niyat qilar uyda bola tug'ilganda, o'zbek yana to'y boshlaydi to'ydan keyin. Ko'rsam deydi farzandimning baxtlarini, ko'rsam deydi tog'lining taxtlarini, o'zgartirmay 1000 yillik odatlarini, o'zbek yana to'y boshlaydi to'ydan keyin. Bunday kunda qashlamas hech boshlarini, to'kilgan oq sochlarini, ketgan ne xarjlarini, o'zbek yana to'y boshlaydi to'ydan keyin. To'y boshlarimizga yana bir bora to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymiz. Mana aziz otaxonlarimizdan chiroyli tilaklarni, ezgu niyatlarni eshitmasligiga umiddamiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin, chiroyli tilaklar, ezgu niyatlar albatta siz aziz insonlardan bo'ladigan umiddamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzli koshonaga, ajoyib to'yxonaga xush kelibsiz. Chiroyli onlarni, chiroyli ishko'hli damlarga yetkazganiga Allohga ming bora shukronat aytamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun to'y bazmi sababchisi Amakim Ravshanjonning kelin bilan tabriklayman. Nasib bo'lsa mana shu kelin kuyovlar ahli oila bo'lsin, farzand, sevgilar oilalarga mutlaq bo'lsin. Hamma bunday kunlarga yetsin, Xudodan qilsin. Shu kelin kuyov Xudoshimiz yüzün olsun, umurbaşı olsun, kelimeler yok, rahmet olsun. Assalomu alaykum mehmonlar va mehmonlar. Mana shu bugun amakimiz mana Ravshanboyning to'ylari ekan, mana Devonajonimizning, Otaxonajonlarning nikoh to'ylari, mana devonalarimizni sunnat to'ylari. Hammani mana shunday to'ylarga yetkazsin, to'ylar bo'lsin. Mana shu kelajakda mana shu Ravshanjonning ballari, kelgusi yillarda besh to'ylari bilan hammamiz jam bilan hammamiz sog'-salomat mana shu to'ylarga qatnashaylik. To'ylar bizlar hammani mana shunday to'ylarga yetkazsin. Hammaga Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz. Albatta aziz do'stlar, aziz do'stlarimiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, mana shunday beri davlat, Nodir g'animat otaxonlarimizni duolariga albatta qo'shilamiz. Aziz do'stlar, kelin-kuyovga tilagimiz ko'nglingizga qishning sokinligi, bahorning nafosati, yozning tafti, kuzning ziynati hamda olamning butun go'zalligi naqsh etgan muhabbat mangu hamrohingiz bo'lsin. Sevib shirin farzandlar baxtini ko'ring. Mo'mingiz Farhod Shirin, Laylu Majnun, Tohir Zuhro, Vir va Zara kabi afsonaviy siymolar qatorida mushtarak bo'lib qolishingizga tilakdoshimiz. Aziz do'stlar, aziz do'stlarimiz qatnashchilari, hurmatli xonimlar va janoblar, bugundan qudachilik ming yilchilik iplari bugundan bog'lanar ekan. Mana shu iplar uzilmas, zaynamas, oltin zanjir bo'lib qolishiga tilakdoshimiz.
Aziz mehmonlarimiz, qo'llaringiz taomlardan bo'sh bo'lsa, barcha aziz mehmonlarimizni bugungi raqs maydonchasiga, raqslarga taklif etamiz. Sizlar uchun xushovoz xonanda Murodjon Azimov shoh yallalar repertuarlarini siz azizlarga tayyor holda keltirib turibdilar. Mana shu chiroyli musiqalarni, chiroyli shuhri damlarni siz azizlar bilan birgalikda nishonlaymiz. To'yboshlarimiz yana bir bora to'ylari, yaxshi kunlari muborak bo'lsin deymiz.
Paris